Ushbu loyiha Umummilliy bank AJ hamkorligida Samarqand viloyati Pazdarg'om tumani Mash'al MFI'da 21, 22, 23, 28, 30 konturda amalga oshirilmoqda. Bu yerda makkajo'xori, bakmak ekilgan, maydon hajmi 30 gektar. Bu yerda ekinlar zamonaviy usullarda parvarishlanmoqda. Hozirda ekinlar unib chiqqan, ekinlar yetishtirish 90 kun davomida davom etadi. Yetishtirish jarayoni sug'orildi, tabiiy va mineral o'g'itlar bilan oziqlantirilmoqda. Ushbu loyiha 20 ta dehqon xo'jaligiga biriktirilgan. Har bir dehqon uchun o'rtacha 1,5 gektardan 1,5 gektar yer maydonlari to'g'ri keladi. Loyiha samara amalga oshirilmoqda. Uchun lider tadbirkor Quchoqchi liderlar ishlab chiqarish kooperativga biriktirilgan. Ushbu loyiha bo'yicha har bir gektar 12 tonna, jami 360 tonna hosil olish rejalashtirilgan. Kelajakda ekin maydonini kengaytirish va shu orqali dehqon xo'jaliklarining daromadini oshirish niyatidamiz.